Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən İftihar Abdurashid. Bugün peyshanba. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 6 ayının 19 günü başlanğan ve 7 ayının 4 günügacha davam qıldığan BDT Kişilik Hüquq Kengişinin 53 növbətlik yığını jarayonida bir qator faoliyatlarda bo'lish uchun 21 iyun kechda Jenvaga yetib kelgan Dünya Uğur Qurultayının bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Tayarkinning yetakchiligidagi Uyg'ur yoshlari hayiti bugun, ya'ni 22 iyun kundan e'tiboran ba'zi diplomat va lobby faoliyatlarini boshladi. Zumrat Tayarkinning yetakchiligidagi Uyg'ur yoshlari hayiti bu yil 28 apreldan 30 aprelgacha Dünya Uğur Qurultayı bilan Shvetsiya Uyg'ur birligining o'rinlashtirishida Shvetsiyaning poytaxti Stockholm shahrida o'tkazilgan Uyg'ur yoshlarini xalqaro qonun, diplomatiya, xalqaro siyosat bilimlari bo'yicha tarbiyalash kursiga qatnashgan Shvetsiya, Germaniya va Qirg'izistondan kelgan Yashar Nijot, Kevsar Kurash, Amina Tursun va Gulbahar Bazakova qatorliq yoshlarimizni tarkib topgan bo'lib, Zumratay xonimning stansimizga bildirishicha, bu yoshlarimizni Jenvada chaqirilayotgan BDT Kişilik Hüquq Kengishining 53 navbatlik yig'iniga qatnashtirishga asosli maqsad yoshlarimizni diplomatiya va xalqaro siyosat bilimlari bo'yicha amaliy tajribaga ega qilish va ularning Uyg'ur davosiga bo'lgan qiziqishini va qatnashchanligini oshirish, shundaqli qurultay rahbarlik hay'ati uchun bir turkum yoshlarimizni yetishtirib chiqishdan iborat. Dünya Uğur Qurultayının reisi Dolqun Eysa Efendim 2016 yıl çağırılgan 6. növbətlik Dünya Uğur Qurultayından keyin qurultay rəhbərlərini yaşlaşdırış çağırğını o'ttirib qo'ygan və bu çağırıq asasən 2022 yılı Çexiyada çağırılgan 7. növbətlik Dünya Uğur Qurultayında qurultay rəhbərlik heyətinin asosiyyətdən 3-dən 1 qismi yaşlaşdırılgan idi. Məsələn, növbətdə qurultay ayollar komiteti, Kişilik Hüquq Komiteti, Yoshlar Komiteti, Madaniyat Komiteti qatorliq ba'zi muhim komitetlarning mas'ullari butunlay yoshlarni tarkib topgan bo'lib, bularning ichida Qurultay Kişilik Hüquq Komitetining mudiri Kevsar Komil bo'lsa 20 necha yoshda. Zumrat Tayarkinning yetakchiligidagi Uyg'ur yoshlari hay'ati bugun, ya'ni 22 iyun kuni Jenvada bir qism ellarning diplomatlari bilan, BDTning dokladchi xodimlari bilan va BDT Kişilik Hüquq Kengishining 53 navbatlik yig'iniga kuzatuvchilik sifati bilan qatnashayotgan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari bilan keng doirada uchrashish ilib berib, Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasini bu qatimqi yig'inda kun tartibga elib kelish masalasi haqida suhbat ilib bordi. Oldimizgi kunlarda qurultay raisi Dolqun Eysa Efendimmo Jenvaga berib qurultay hay'ati bilan birga harakat ilib bordi va qurultay hay'atining Jenvadagi faoliyatlari BDT Kişilik Hüquq Kengishining 53 navbatlik yig'ini oxirlashgan qadar davom qiladi. BDT Kişilik Hüquq Oliy Komissarligi tarafidan 2022 yil e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladini BDT Kişilik Hüquq Kengishining 53 navbatlik yig'inida maxsus muzokara qo'yish haqida Amerika boshchiligidagi ba'zi davlatlar tarafidan sunilgan taklif loyihasi BDT Kişilik Hüquq Kengishiga a'zo Xitoy-parast davlatlar tarafidan rad qilingan edi. Shun qurultay hay'atining bu qatim Jenvada boshlagan faoliyatlarining asosli maqsadlarining biri yuqorqi dokladning BDT Kişilik Hüquq Kengishining bu qatim chaqirilgan yig'inda qayta kun tartibga elib kelinishini qo'lga keltirishdan iborat. BDT Kişilik Hüquq Kengishiga a'zo davlatlarning soni 47 bo'lib, ularning vazifa o'tash muddati 3 yildan iborat. BDT Kişilik Hüquq Kengishining 51 navbatlik yig'inidan keyin ba'zi a'zo davlatlarning o'rni almashgan edi. Bu yil 27 fevral kuni Jenvada chaqirilgan BDT Kişilik Hüquq Kengishining 52 navbatlik yig'inida Uyg'urlar masalasi yana yig'inning asosli kun tartiblarining biriga aylangan va Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken yig'inda qilgan so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizishini davom qilayotganligini ta'kidlagan va biz Xitoyning Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga qarta davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyat qilmishlariga qattiq diqqat qilyapmiz. Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiangda yurgizgan ig'ir zulmlari, jumladan Uyg'urlar va boshqa xalqlarni keng ko'lamda tutqun qilganligi, ularni erkinligidan xohlagancha mahrum qilayotganligi, shundaqli tutqunlarning qiyin qistoq, jinsiy zo'ravonlikka uchrayotganligi BDT Kişilik Hüquq Oliy Komissarligi ishxonasi bultur tarqatgan dokladda ishonchli faktlar bilan muayyanlashtirilgan edi deb ko'rsatgan edi. Dünya Uğur Qurultayı 21 iyun kuni bayonot e'lon qilib, Yevropa asos qonun va kishilik huquq markazi tarafidan Germaniyaning iqtisod eksport idorasiga Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz qatorliq avtomobil shirkatlari ustidan sungan arzini qo'llaydiganligini va ularga yaqindan moslashadiganligini bildirdi. Germaniyadagi fazilatli paychiqlar jamiyati bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Yevropa asos qonun va kishilik huquq markazi tarafidan sunilgan yuqorqi arzni qo'llaydiganligini bildirdi.
Dünya Uyg'ur Qurultayının bu vaqtda e'lon qilgan axborotida aytilishicha, yuqorqi shirkatlar Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan chetishliq yo'qligini hozirgacha isbotlab berolmagan. Aslida bu shirkatlar 2023-yili 1-oyning 1-kunidan boshlab Germaniya ta'minlash zanjiri qonunida belgilangan majburiyatni ado qilib, muvofiq tadbir qo'llanib, majburiy emgak chetilib qilishning oldini olishi va ishlab chiqargan mahsulotlardagi majburiy emgak omillarini chiqarib tashlash kerak edi. Mazkur axborot qayd qilinishicha, Angliyadagi Sheffield Hallam Universiteti qatorliq o'rinlar e'lon qilgan dokladda Sharq Turkistondagi barliq avtomobil sanoati ta'minlash zanjirining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik bo'lishi mumkinligi, Germaniyaning Volkswagen qatorliq 3 cho'ng avtomobil shirkatining mashina zapchastlari ishlab chiqaradigan Xitoy zavodlari bilan aloqasi borligi o'ttirib qo'yilgan. Yevropa asos qonun va kishilik huquq markazining qonun nazoratchisi bu arz haqida fikr bayon qilganda, Uyg'ur rayonidagi majburiy emgak Xitoy hukumatining homiyligida qattiq nazorat ostida elib berildi. Ko'plagan dokladlar shuni isbotladiki, Xitoyning bundoq zavodlarni mustaqil tekshirib aniqlash mumkin emas. Shon Germaniya iqtisod eksport idorasi Volkswagen qatorliq avtomobil shirkatlarining Uyg'ur rayonidagi ta'minlash zanjirida kishilik huquq o'lchamlariga qanday rioya qilganligini darhol tekshirish kerak degan. Dünya Uyg'ur Qurultayı raisi Dolqin Aysamo bu vaqtda fikr bayon qilib, Germaniya ta'minlash zanjiri qonunining ma'qullanishi muhim bir ilgirlash. Amdiki gap buning rolini isbotlash. Mercedes, Volkswagen qatorliq shirkatlar Uyg'ur majburiy emkidan naf olmaganligini isbotlash kerak degan. Hammaga ma'lum bo'lgandek, 2013-yili Volkswagen avtomobil shirkati Urumchida sho'ba zavod qurgandan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayı ba'zi kishilik huquq tashkilotlari bilan birlikda shu yil Volkswagen bosh shtabiga xat yozib, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligi ig'ir bo'lgan Sharq Turkistonda zavod qurish to'g'ri emas deb ko'rsatgan edi. 2016-yildan boshlab Xitoy Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilib, irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanishga boshlagandan keyin, bo'libmi 2019-yildan buyon Xitoydagi Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak masalasi xalqaro oshkorlangandan keyin Urumchida tarmoq zavod qurgan Volkswagen shirkati xalqaro Uyg'urlarning va kishilik huquq organlarining izchil tanqid nishoniga aylanib qoldi. Holbuki yillardan buyon Dünya Uyg'ur Qurultayı va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tomonidan Volkswagenga qarshi birlashma bayonotlar e'lon qilinib, namoyishlar o'tkazilib va norozilik maktublari yo'llanib turgan bo'lsa-mu, biroq Volkswagen qulqini yopirib olib, o'z zavodlarining Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsan qildigan yoki Uyg'ur majburiy emgakiga chetildigan jinoyatlarni sodir qilmaganligini ta'kidlab, Urumchidagi zavodini mangdirishda ching turib kelgan edi. Buning bilan Dünya Uyg'ur Qurultayı Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik ehtimoli yuqori bo'lgan Volkswagen qatorliq shirkatlar ustidan qonun yo'llarga boshurishga majbur bo'lgan edi. Bu yil 10 may kuni Berlinda Volkswagen avtomobil shirkatining hassadorlar qurultayı chaqirilayotgan paytda Dünya Uyg'ur Qurultayı, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti va Germaniya paychiqlar qo'lliq guruhi birlikda yig'in zalining oldidagi maydonda norozilik namoyishi o'tkazib, Volkswagen avtomobil shirkatidan Urumchidagi sho'ba zavodini darhol taqashni talab qilish bilan birga Germaniya shirkatlarining Uyg'ur majburiy emgakiga chetilib qolmaslikka va Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik sherik bo'lmaslikka chaqirgan. Volkswagen avtomobil shirkatining hassadorlar qurultayı qatnashib 10 minut so'z qilish salohiyatiga erishgan Dünya Uyg'ur Qurultayıning bayonotchisi va Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban apandim mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumining keltirgan oqibatlar haqida ma'lumot berish bilan birga Uyg'ur majburiy emgakidan bevosita naf olayotgan Volkswagen avtomobil shirkatini ig'ir shaklda tanqid qilgan va bu hodisa ayni chog'da Germaniya matbuotlarida zo'r g'ulg'ula paydo qilgan edi. Qozog'istondagi vatansuvar san'atkorimiz, kompozitor, shoir va Qozog'iston tarim ansamblining qurg'uvchisi, navbatda Dünya Uyg'ur Qurultayı boshchiligidagi tashkilotlarimiz qo'llanayotgan Istiqlol marshimizning musiqa ijodiyatchisi Polat Hezimov apandimga Qozog'iston hukumati tomonidan Qozog'iston Jumhuriyatining emgakdor xizmatkori deb nom berilishi Qozog'istonlik Uyg'urlarni alohida so'yindirdi. Polat Hezimov apandim 21-iyun kuni Aslondagi Qozog'iston davlatlik muzeyida o'tkazilgan marosimda Qozog'iston Jumhuriyatining emgakdor xizmatkor medalini va guvohnomasini hukumat mas'ullaridan topshirib oldi. Polat Hezimov apandim va uning riyosatchiligidagi tarim ansambli Qozog'iston Uyg'ur madaniyat san'atini qo'g'dab qilish va rivojlantirish yo'lida ko'p ajr singdirgan. Shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultayı va Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlarimiz bilan hamkorlashib, ko'p qatim Yevropa ellarida Uyg'ur naqsh usul va musiqalarini o'rinlash orqali Uyg'ur san'atini Yevropa xalqiga to'natishdimi muhim rol o'ynagan Polat Hezimov apandim Qurultayning havolasi bilan Qozog'istonlik orkestra emeklarini safarbarlik keltirib, Istiqlol marshimizning hozirgi orkestra bilan o'rinlangan zamonaviy musiqasini tayyorlab chiqqan edi. Dolqin Ayso apandim bu munosabat bilan qilgan tabrik so'zida vatansuvar millatsuvar san'atkorimiz Polat Hezimov apandimning mazkur mukofotga erishganligidan cheksiz g'urur tuyganligini, bu sharafning Qozog'istondagi butun Uyg'urlarga oid ekanligini ifoda qildi va Polat Hezimov apandimni chin yurakdan tabriklaydiganligini bildirdi.
Qırğızstan Uyghur İttifaqının uzun yıllık heyət əzası, Dünya Uyghur Qurultayının Qırğızstandakı aktiv qollğuçisi, Qırğızstan alamidin mikrorayonunun jigitbeşi, diyanetlik, saxavetlik, vətənsüyər ustazlarımızdan Abdukerim Hacimning 21 iyun günü 81 yaşında alamda ötüşü Qırğızstan Uyghurlarını çeksiz azaplandırdı. 1942 yılı Gulcida Hünərvən ailesinde dünyaya gelgen Abdukerim Hacim 1963 yılı akısı bilen birge Qırğızstanның Yerkent şəhərinə kelib yerləşkən idi. Güçlük dərəcədəki vətən millət söygüsü, diyanetliki ve hayır sahavati bilen Qırğızstan Uyg'urlarının çoңqur hürmetiga sazovor bo'lgan Abdukerim Hacim Qırğızstan Uyg'ur ittifoqi qurilgandan tortib mazkur ittifoqning aktiv a'zosi ve izchil qo'llag'uvchilarining biri bo'lib kelgan. O'z turishliq rayonida Uyg'ur masjidi ve Uyg'ur faoliyat markazining qurilishiga boshlamchilik qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayini moddiy ve ma'naviy jihatda butun kuchi bilan qo'llab kelgan edi. Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Isa apandim marhum ustozimizning vafoti munosabati bilan Qurultayning Qirg'izistondagi vakolatchisi Ro'zmamat Abdulboqiyev apandim orqali yo'llagan ta'ziyanomsida Uyg'ur xalqining vatansuyar o'g'loni Qirg'iziston Uyg'urlarining sarkilarining biri Abdukerim Hacimning vafotidan cheksiz qayg'urganligini, marhumga Allohdan rahmat va oilasidagilarga sabr tilaydiganligini ifoda qilish bilan birga Qurultay nomidan marhumning butun oila tavobatlaridan shundaqli Qirg'iziston Uyg'urlaridan samimiy hol so'raydiganligini bildirdi. Dolqin Isa apandim ta'ziyanomsida yana Qirg'iziston Uyg'urlaridan bo'libmi Uyg'ur yoshlarimizdan marhum ustozimiz Abdukerim Hacimning ishki tashqi bismlarga parvo qilmay Uyg'ur xalqining erkinligi, hürliki ve azadlıqını qo'lga keltirish yo'lida bir ömür ko'rsatgan jasoratidan, fidokorligidan ve xolis ro'yidan ulgilishqa, marhumning oliy janobligiga, asl axloqiga ve kurashchan ro'yiga varislik qilishga chaqirdi. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.